Yo, what's up nigga? Bo'ldi. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu orollarda vijvana qilishga harakat qilamiz. Bularni orol deb ham bo'lmaydi. Bular o'sha sayyoralar. Wow, almas. Qarashday bo'ldi. Biz bu yerda vijvana qilishimiz kerak va biz birinchi o'rinda qanaqadir oynali sayyoradamiz, ha? Okay, bu yerda nima? Oh, kiyimlar, okay. Hozir biz yotoqxonada uxlasak ertalab bo'ladimi? Sinab ko'ramiz, ha? Go. A few moments later. Va nihoyat ertalab. Yo, okay. Bersak olib ketamiz, ha. Let's go. Bu yerda hech nima yo'q. Bular nima kerakligini bilmayman va biz ketamiz bu orolda, ya'ni sayyorada. Agarda yanada ko'proq zo'r kontentlar chiqishini xohlasangiz, shu videomizga bittagina like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar, sizlarga ishonaman, bittagina like jalb emas. Agarda yangi video chiqishini xohlasangiz, qizil belgidagi obuna tugmachasini bosib qo'ying. Biz birinchi bo'lib mana bu yerga borsak ham bo'laveradi. Bizga yarashaveradi. Wow, buncha ko'p sayyora. Tankni ko'tarish kerak bo'ldi. A few moments later. Qani. Wow, almasli sayyora. Yana ko'tarish kerakmi deyman? A few moments later. Yo, what? Nima bu ustida? What the? Orqasida ham sayyora. Yo, wow, mana bu yerda almas sayyora bor. Yo, what? Buncha sayyora bor. Mayli bola, o'zimizni chankda o'ynayveramiz. Xo'p, biz birinchi o'rinda tepaga chiqib olishimiz kerak menimcha. Tepadan esa bu orolga boramiz, ya sayyoraga. Orol deb adashib ketyapman sayyola bilan. Let's go. Go sakraymiz. Yo, what? Okay. Mini toshsavod sayyorasi. What? Bu yerda sandiq bor ekan. Okay, bu yerda tosh olsak bo'ladi. Okay, bu yerga tushadi va sandiqqa tosh tushadi. Tushunarli. Let's go. Mana bu yerdan ham tosh olsak bo'ladi. Xo'p. Okay, temir bor ekan. Jimgina boshqa orolga o'tib ketamiz. Bu yer o'sha tosh savod ekan. Tushunishimcha tosh savod. Xo'p, bu yer oddiy tosh. Aha. What almas? O'sha joyga boramiz. Let's go. Yo, keldik bo'ldi. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Tagimizda almas bor mana bu yerda. Eru xotin daraxtlar sayyorasi. Uni keyinchalik olamiz chunki bizga temir bor aytganda temirni qizdirishimiz kerak. What? Bizda kirka bor edi. Ana bu yerda esa pechkalar bor edi. Shurasini deb kelmanman. Asab o'zimiz pechka yasashimizga to'g'ri keladi. Mana pechka, mana temirlar va bizga o'tin kerak. Temirlarni qizdirib olishimiz uchun. Biz birinchi o'rinda o'tindan ko'mir qila olsak-chi, nima deysizlar? Masalan, mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta, mana bu o'tin ko'mir bo'ladi. Haram. Keyin bu ko'mir anchagacha yonib beradi bizga. Xo'p, mana ko'mir, temir. Let's go. Yo'qol. Qara. Okay, mazza qilyapman-da. Xo'p, bo'ldi bizda 3 ta temir bor. Temirli kirka yasaymiz, ha. Okay, qan. Okay, mana almas. Asta boramiz-da. Bu almaslardan ham bitta kirka yasab yuboramiz, ha. Okay, let's go. Almas, let's go. Menimcha what? Okay. Endi tugadim edim. Hali bu yerda juda ko'p temirlar bor ekan. Bu 8 ta temirni ham qovura olsak bo'ladi. Nizir. Tepasida sandiq bor ekan. O'shaga boramiz. Go. Bizda bitta tapor yasab olamiz, temirlik. Bizga blok bo'lib turadi borish uchun. Yo, what? Okay. Let's go. Bizda 24 ta taxta bor. Yo, what? Go. Yetadi bizga shunchasi. Pastda nima bor? Yo, what? No, mayli. Endi biz asta-asta rivojlanmasak, endi yo'q, qanday o'tamiz? Mana bloklarni asta-asta sindirishimiz kerak, tepaga chiqib olishimiz uchun. O'zi har doim shunaqa, pastda o'zi yer bor ekan. O'zi har doim shunaqa omadim kelmayveradi. Bilasizlar, har qanday vijvaniyada bittadan o'lmasam bo'lmaydi. Xo'p, mana bu yerda tosh savod bor edi, adashmasam. Bizlarning planlar katta edi, chunki bizda juda ko'p narsa bor edi o'zi. Ularni ekib qo'ysak. Qarashday bu yerdan yer olib, temir. Yer olib boshqa daraxt bor zonaga boramiz. Let's go. Yeta 23 ta. Boshqa orolga borishimiz uchun menimcha yetsak kerak. Endi men mana bu orolga boraman. Sandiq bor ekan u yerda ham. Demak, bunaqa orollarni ham pisand qilib turish kerak. Hech qanaqa afsuslanganim yo'q, lekin boyagi inventorlarim yo'qolganiga. Let's go. Bu yerda ham almas bor ekan. Dadamning sayyorasi. Bu sandiqda bir normalroq narsa bo'lsa bo'ldi. Let's go. What? Lekin bizga bitta taxta bor, bunda versak qilib olsak bo'ladi. Yo'q. Go bo'layni biz tosh olib kelamiz ana bu yerda. Okay. Biz endi bitta toshlik kirka yasaymiz. Go endi toshlik kirka bilan ko'proq tosh olib kelamiz. Qancha bo'ldi tosh? 15 ta. Yetadi. Hamma taxtamga tayoq yasab yuboribman. Tapor. Go endi mana bu daraxtni sindirib olamiz. Okay, qo'ylar ovqat. Qarashday bola, bizza ana bu qo'ylarning oldiga borishimiz kerak. Menimcha ovqat tugaydi bu joyda. Bola, bu videomiz ham qismli bo'ladi menimcha, chunki juda ko'p joylari bor bu yerda ham. Ashta sayyoralar o'sha juda ko'p.
Yetim qo'ylar sayyorasi. Oh, let's go ovqatlarim. Shu spawn bor ekan bu yerda. Kim o'ldirsa bo'ladi. Ola endi biza bormagan joylarimizga borishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda. Bu yer juda oddiy joy ekan. Hech narsasi yo'q. Menimcha ichida bor deb o'ylayman narsalari. Ana bu yerda almazam bor ekan, olishimiz kerak. Yo, okey. Okay. Let's go. Eri tashlab ketgan sayyora. Oyog'im. Aytgancha o'g'illar, sizlarga bitta zo'r kanal tavsiya etib o'taman. Ko'rishday bu kanalda PUBG o'yiniga asoslangan videolar chiqadi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda obuna bo'lish tugmasi bilmasanglar, mana bu yerda obuna bo'lish tugmasi bor. Hozirda ularning 2200 ta obunachisi bor. Kelinglar ularga bundan-da ko'proq obunachi yig'ishga yordam beramiz. Sizlar ham PUBG o'yiniga qiziqsanglar shu kanalga obuna bo'linglar. Kanal opisaniyada va kommentda bo'ladi. Barchaga xayr. Okey, ko'mirlar olishimiz kerak. Ko'mir eng kerakli narsalardan biri. Bitta almas bor edi aytgancha. Almas qani? Okey. Buni olib ketamiz. Stop. Endi buzmoqchi edim. Temirli kirka bilan almasda bo'ladi-yu. Pechka yo'q bizada. Endi pechka solishimiz ham kerak. Temirlarni qo'yamiz. Let's go. Tezlashib biz bitta kirka yasab yuborishimiz kerak. Olamiz endi buni. Go. Let's go. Bitta almas elga yalchimas degan gaplarga kirib, endi biza boshqa almaslarni ham topishimiz kerak. Okay? Kelib. Eri tashlab ketgan sayyoraning kundoshi. Yo, nima bor ekan ichida? Oh my god. Bu yerda tovuqlar ko'p ekan, shuning uchun o'ldirib ketishimiz kerak. Biz agar mana bu yerga chiqishimiz kerak. Bizlarning blok yetmaydi-yu. Mana bu yerdan tosh olib kelamiz. Go. Ko'proq tosh olsak o'zimizga yaxshi. Bizda bir stak tosh va 14 ta tosh bor. Xo'p, biz mana bu yerdagi toshlarni ham olsak, 18 ta tosh bo'ladi. Go'shni boshlaymiz. Xo'sh. Pus. Let's go. Barcha qizga gapirib uray olmagan tormoz sayyora. Mana bu yerda qor biomi, mana bu yerda jungli. Bu yerda nima bor? Faqat toshmi? Go, o'sha qor biomiga boramiz endi. Qalinroq kiyinib yur sayyorasi. Xo'p, nima bor ekan sandiqning ichida? Ko'ramiz. Xo'p, sandiqning ichida vizualizatsiya qilyapsizlarmi? Bola bu yerdan jungliga borsak bo'lar ekan. Prosta u yerga borish juda. Xo'p, biz jungliga ketdik ko'rish. Blok qolmadi blok. Okey, yetib keldim. Let's go. Sochini olmagan sayyora. Tepada nimadir bo'lsin-da. What? Okay. Ko'mir. Nima bu? Bola biz ana bu yerga boramiz endi. Go. Wow! Bola bizda blok qolmadi. Mana bu daraxtni chopib ketamiz. Let's go, yetib boramiz. Okey, bo'ldi, ketdik bola. Qovoq kalla sayyorasi. Xo'sh, bu yerda nima? Ichida narsalar bor ekan. Bu yerda pechkalar bor ekan. Wow, tez pishirib beraylik, ovqatlar olib ketamiz. Bizlarning ishimiz tugadi bu yerda. Biza endi bu yerga borish niyatim yo'q, lekin tepasida sandiq bor ekan. Asab. What? Yetib boralmay ekanmiz. Kildikmi? Okey, keldik. Xo'sh. Okey. Urgimchaklarning Ratnoy akasi sayyorasi. Ana bu sayyoraga bora olsak kerak. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Yetib kelar ekanmiz. Okey. Nasini qiz. Sayyorasi. Bu yerda eshitma yo'q. Nima eshitma yo'q? Nimaga eshitma yo'q? Bu daraxtni chopib olamizda biz o'zimizga blok qilamiz bu daraxtdan. Boshqa sayyoraga o'tish uchun blok qilamiz. Almas dunyoga borishimiz kerak. Go. Mana shu to'g'rimizga ketdik. Mana shu yerdan asta-asta boramiz. Tekinga almasni tushunga ham ko'rmaysan sayyorasi. Aldashdi. What? Hatto mana bu yerlargacha qo'yib tashlashgan. Usti boshimni almas qilardim. Hamma narsani almas qilardim. No'mel nasib qilmagan ekan. Boshqa joydan almas topamiz. Mana bu yerga borishimiz kerak, chunki u yerda sandiq bor. Qo'limdagi bloklar bilan yetib bora olar ekanmiz mana bu yerga. Go'sht shuni sinab ko'ramiz hozir. Qo'limdagi barcha kerak narsalargacha ishlatib yuboraman yo'qqa borish uchun. Otasini yemsin. Bu yerda daraxtlar bor ekan, hali chopmagan daraxtlarim. Buni aytgancha o'zim quruvdim u.
Bitta kirka yasaymiz, olam guliston. Endi biz tosh joyiga boraylik. Marsam toshdan qilib olay. Qancha tosh bo'ldi ekan? 25 ta shuncha qilib. Nomayli. A few moments later. Xo'p, qancha bo'ldi? Yana 25 ta. Taxmin tovushimni qaranglar. Bu ham 25 ta edi. Endi biz bitta kirka yasaymiz. Kirka deyman, tapor yasaymiz. What? IQ-ni qaranglar. What? Hesam yeyam bilan bunday qilinmaydi. Okay, mana shu yerda butun umrimni yo'qotdim. Shu bitta sakrasam yetar ekan-manu. Nima uchun sakramadim? Ko'p pastga tushmasa kerak, boshqa iloji yo'q. What? Yarim jonim ketib qoldi. Daraxt olib ketamiz. Biz garajdan uyga boramiz. Let's go ketdik. Mana bu yerda temir bor ekan. Olishmasa kerak. Stop, tagida blok bor ekan. Tagida blok bo'lsa tushib ketmaydi. Go sakraymiz. Xo'sh, bulardan nima qilamiz? Xo'p. Qani bitta? Ikki kishilar o'z chiqyapti-yu bu yerda. Go chiqaylikchi. Brat, nima go? Qo'cha boshqa joyda qilsam bo'lmaydi bu ishni. Yo'qol. Xo'p, mana bularda qancha non chiqar ekan? 24 ta non bo'ldi. Okay. Hali shuncha o'rinlar bor. Yo, what? Ana bu yerda ham o'rinlar bor. Qaranglar. What? Ana bu yerda qancha non chiqadi? What? Ko'shtak bo'ldi. Bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi albatta yaqinda. Hali biz ko'rmagan o'rinlarimiz faqat bu yerlar emas, mana bu yerlar ham bor. Qancha o'rinlar bor, qaranglar bo'ldi. Hatta bo'ldi, keyingi qism juda qiziqarli bo'ladi menimcha. Hozir videoni shu joyda tugatamiz. Mana o'sha qaranglar qancha o'rinlarga borib chiqdik. Bugungi yetadi, men ham o'sha ertalabdan beri bu videoni olaverib zerikdim va bo'ldi. Keyingi qismda barcha o'rinlarga borib ko'ramiz. Albatta videoga like bosdingiz degan umiddaman. Kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.